Assalomu alaykum, hammaga yaxshimisizlar? Bir nima alam qiladi menga. Onam o'lgandan keyin do'stim yoki ukam yoki akam xafa bo'lmay o'tiribsanmi, onangni berib qo'yibsan. Men chetda edim. Shuning uchun yoningda bo'la olmadim, xafa bo'lmay o'tiribsanmi degan so'zni rosa kutdim-da, kutadigan insonlarimdan. Lekin nomerim hamma Instagram, TikTok, YouTube'da ham hamma joyda nomerlarim bor. Biror marta xor-axbor so'ramadi-ya. Lekin ularning ham ota-onasi-chi, abadiy emas, bir kun o'ladi. Lekin men kerak bo'lsa 40 gacha yonida yelkama-yelka turaman o'sha insonlarni. Chunki meni onam, meni otam shunaqa tarbiya berganki, iflosga men ifloslik qilmayman. Doim yonida turaman. Buqqachi atir sepsen ham buq o'zini hidini chiqaraveradi, qanchalik shirin atir sepsen ham. Lekin ota-onam unaqa tarbiya bermagan. Doim o'shalar bilan